Hyundai Casper elektromobil ko'rsatamiz akalar. Mini crossovercha deb o'ylayverasizlar. Bu mashinani benzinligini ko'rsatgandik ilgari bir объемlilarga ligota bo'layotgan vaqtda, lekin elektrligini ko'rsatmagandik. Kichkina demak bizni ko'tarib uramiz sizni degani mana shu bo'ladi. Hozir video davomida ko'rsatib o'taman. O'ylaganimdan ko'ra ancha komfort mashina ekan, saloni ham ancha keng ekan. Dizayniga alohida e'tibor beramiz. Qaranglar. Avarinkalarning yonishini monoqosh misolida ishlab chiqargan ekan. Oldi minilarga o'xshab ketadi. Ikkita lazerli LED, katta dumaloq farasi. Bu joydan zaryad oladigan joyi. Bu mashinamiz bitta zaryadkada 350 dan 400 km atrofida yuradi. E'tiborimni birinchi tortgan joyi mana shu bejirim saka diskasi bo'ldi. Juda ham o'ziga xos chiroyli ishlab chiqarilgan ekan mashina. Xo'p, asosan bu mashina men o'zim tavsiya qiladiganim ayollar yoki yosh kattalar uchun o'zim tavsiya qilaman. Minishga ham qulay, parkovka qilishga ham qulay. Oldi ob'yom ham zo'r ko'rinar ekan. Hozir birga ko'rib o'tamiz. Xo'p, mashinamizda bor narsalar qaranglar. 360 kamera. Avarinkasini qaranglar, juda chiroyli bakoyga joylashtirib qo'ygan. Nima aytda dumaloq ishlashtirib qo'ymagan. Ikkita oldidan ham ko'radi, bu yoqdan ham ko'rinadi. Xo'p, slipoy zona. Tepasida mana bu shoxchasini qaranglar. Bu yer nimaga desanglar, bu mashinaga odatda kempingga borganda, sayohatga borganda tepasiga qo'yadigan jamadoni bor. Ana shu jamadondan bitta olsangiz, qancha yuk joylasangiz kirib ketaverar ekan. O'zim biz borib ko'rdik biz. Xo'p, orqa dizaynga keladigan bo'lsak qaranglar. Orqa dizayni ham o'ziga xos ishlab chiqarilgan. Mashinamizning orqasida ham 2-3 tadan kameralargacha ham bor. Farasiga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu yoqdan общий 40 ta nimasi bor ekan, katashchasi bor ekan, orqa stoplar tepasida shoxchasi. Salonni bir ko'rsataymi? 360 bor. Slipoy zona bor. Qarang salonni. Oq-oq kombinatsiya. Yonboshlari yumshoq plastik, mana bu material, elektronli eshik, beskulchoy dostup. Lyuki bor ekan. Kichkina bo'lsa ham lyuki bor ekan, qaranglar mana. Lyuki ochiladigan lyuki bo'lib ham saloniga o'tiradigan bo'lsa, qarang endi mana shu juda bitta narsa-da akalar. Endi sizlarning ham fikringizni kommentariyada yozib ketaverasizlar. Nexia yoki mana bu Gentra, Cobalt shunga o'xshagan Nexia 2 shunga o'xshagan mashinalarda vazni bor odamlar yoki yosh kattalar, ayollar, masalan homilador ayollar tushib chiqishga, minuvchi bo'lsa tushib chiqishga haqiqatdan qiynaladi. Sababi nimaga? Mana bu o'zi past bo'ladi-yu mashina. Tepa chiqish qismi ham past bo'ladi. Mana shu joydan bo'ladi rasa bo'lsa. Lekin Koreya mana shunaqa narsani qulaylik sifatida ishlab chiqardi. Kelasiz, xuddi bir kalish kiyganda kiyib ketaveradigan mashina. Qulay ekanda, kelasiz, o'tirasiz mana. Shuni o'tirasiz. O'tirib minib ketaverasiz. Qarang. Tepasi baland. Tushishda ham yerga shuni oyoqni qo'yasiz, turasiz. Boshqa muammo yo'q. Gentra Nexialarda hali boshini egib, o'tirishga ham, tushishga ham qiyin bo'ladi-da, ba'zi bir vazni bor odamlarda ham tushib chiqishga qiyin. Haqiqatan orqasi ham tor bo'ladi u mashinalarda. Buni qarang endi. Orqasini kengligini qarang mashinani. O'ylaganimdan ko'ra ancha keng ekan mashina haqiqatan. Meni bo'yim 1.75 atrofida, qarang. Joy qanchalik katta. Anchagina joyi ham bor. Salonni qarang, yop-yorug'. Odamning me'dasiga ham tegmaydigan salon. Orqa bagajni ochib ko'rsataman, qarang. Mana kichkina bagajchasi ham bor. Har holda bir qop un sig'adi ekan orqasiga. Nima deysizlar? Yaxshi ekan mashina. Endi salonda bor narsalarni ko'rsataman. Polni eshiklari elektronli, beskulchoy dostup bor. Ikkitadan monitor qaranglar. Tablo, monitor ikkitadan, elektronli bakovoy. O'rindiq qiziydi, soviydi, abduf, abagrev, cruise control, klimat control, hamma funksiyasi bor. 12 voltli mana zaryadchik. Bu telefonga besprovodniy zaryadchiklari bor. Voy, 220 ham bor ekan pastda, qaranglar. 220. Bu yerda bitta alohida joy. Pastda 220 largacha ham bor. Barcha uydichi, bu yerda ham alohida joy bor ekan. Airbag eshiklari, yonboshda spikerlargacha ham bor. Mashinani qarang. Endi hozir minib ham ko'rsatamiz, parkovka qilamiz. Mod drive bor ekan. Palasa ushlaydi mashinamiz. Zaryadini qarang. Hozir mana tekshiramiz. 47% zaryadi bor ekan. 150 km yuradi deyapti. Konditsioneri ishlab turgan holatda. Agar konditsioneri ishlamasa, o'sha 350 lar atrofida bemalol yuradi deb o'ylayverasizlar va zaryadni ko'rsatib turadi. Hamma yoq zaryadga stansiya bo'lib ketdi. O'zbekistonda shahar ichlariga, lekin uzoq yo'llarga ham bemalol boraveradi. 300 km yursa bo'ldi-da. 350, 400 ham yuryapmiz deyapti. Xo'p, mana shu mashinani akalar bitta olib kelib qo'ydim Namangan terminalga.
turibdi. Faqat oldidan Carfaxda avariyasi bilan birga kirib bordi. Narxi qulay $6000 tayyor turibdi. Ana shu holatni $6000 beraman, rastomoshkasi alohida chiqadi. Zapchastlarni uncha-munchasini olib chiqarib yuborganman. Kami ko'sti bo'lsa, inshaalloh Koreyadan olib jo'natib beraman. Oq xuddi mana shu bilan kopiya. Bitta 24 yoki 25 bo'lishi kerak. Bitta olib kelib qo'ydim. Qaranglar. O'rindig'i ham ancha kengda. Tirsak qo'ygishini qarang. O'ziga xos juda ham chiroyli ishlab chiqargan ekan. Bu yerda stakanchiklari bor, alohida ikkitadan pultlari bor. Mashinamizda avto hold bor ekan, qaranglar. O'zbekistonda mashinalarda yo'q, funksiyalari bor. Endi buni mashinani parkovka qilib ko'rsataman. Spark yoki shunga o'xshagan mashinalardan anchagina yaxshi akalar. Mana buni richagi, mana bu joyda rolni oldida bo'ladi, start stop. Mana 360 ishlab turibdi, qaranglar. 360 ishlab turibdi. Salon ichini yonishini qaranglar. Juda ham chiroyli yonar ekan. Yosh bola ham minib qo'yaveradi-da. Drive mode bor. Orqaga oladigan bo'lsa mana 360 bo'lni ishlab turibdi. Bog'cha bolalari ham minib qo'yadigan mashinada. Mana bu yerda elektromobillarda neytralga olib turib, mana parking mana bu joyda. Parkingni bosasiz, bo'ldi. Mana shu bo'lgani. O'chdi. O'chishiga mana salon yorishib ketdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, avarinkasini o'chirib qo'yamiz. Old parasini o'chirib qo'yamiz. Mana shu mashina ekan, agar mana shu bu mashinalarni Koreyadan yangisini olaman desangiz 22 ming, 23 ming atrofida. Koreyaning o'zida ham qimmat hisoblanadi. Kami 20 mingga olasiz. Koreyaning o'zidan oladigan bo'lsangiz, mana shu holatda meni mashinam bor. Shu oldidan hamma yeri butun. Salonlar, airbaglar o'tmagan, orqalari polni hamma yeri butun. Oldidan ozgincha DTPsi bo'lgan. Rasmlarni ham hali qo'yib o'taman. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan mana shunaqa mashinalarni ozgincha bo'lsa ham qulaylik yoki noqulaylik taraflarini ko'rib o'tdik. Inshaalloh keyingi videolarda aytsanglar, boshqa mashinalarni ham chiroyli qilib qo'ldan kelgancha minib ko'rib, obzorni qilib o'tishga harakat qilamiz.